savollarga asosan binoan tek ko'p savollar keldi. Ya'ni CD tosh kasalining qayta paydo bo'lish sabablari. Nima hisobga CD va buyrak CD yo'llarida toshlar tez qaytalanadi. Buni sababi bir qancha. Asosiy sabablardan biri kunlik oziq-ovqat ratsionida suyuqlik miqdorining kamayib ketishi. Natijada ko'p terlash bo'lsa, CD miqdori kamayib ketsa, chiqadigan peshob konsentratsiyasi oshib ketadi. Va peshobdagi tuzlarni cho'kpaga tushish ehtimoli ko'payib va tosh hosil bo'lishga moyillik bo'ladi. Bu asosiy sabablarning bittasi. Ya'ni kunlik ratsionda suyuqlik kamayib ketishi. Qolaversa, boshqa kasalliklar hisobiga podagra bo'lishi mumkin, modda almashuvi buzilishi mumkin, giperparatireoidizm bo'lishi mumkin, qalqon son bez oldi bezining funksiyasini buzilishi hisobiga bo'lishi mumkin. Da irsiy moyillik ham bo'lishi mumkin. Avlodlarda bo'lgan bo'lsa, ota-onalarda bo'lgan bo'lsa, bu narsa farzandlarda ham kuzatilishi mumkin. Irsiy moyillik deyiladi. Organizmdagi modda almashuvi buzilishi yoki infeksiyalar hisobiga surunkali sistitlar yoki surunkali infeksiyalar, shunday infeksiyalar borki, bular ham tosh paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu asosiy uchrab turadigan sabablardan. Endi tug'ma anomaliyalar, tug'ma buyrak holatlari, CD yo'llar holatlari, CD yo'l siqilishi yoki taqason buyrak bo'lishi masalan, CD yo'ldagi qo'shimcha qon tomirlar bo'lishi. Ya'ni bir gap bilan aytganda, peshob yo'llari anomaliyasida ham kuzatiladi tosh paydo bo'lishi. Bu asosiy sabablardan biri. Insonga bog'liq bo'lgan tarafi kunlik suyuqlik miqdorini yetarlicha ichib turish. Asosiy sabab shu.